chirk bosib ketgan vitishkani reshotkasini yengil qilib yuvishni o'rgataman. Bungacha yozgi yengil mazali salat tayyorlaymiz. Uyingizda bor pomidorni yirik to'g'raymiz. Bodringni ham shu usulda kesib olamiz. Brinzani to'rtburchak qilib to'g'raymiz. Ana endi rukolani solamiz. Ustidan pomidorni, bodringni, brinzani sovuramiz. Ozroq tuz sepib aralashtiramiz. Balzam kremni ustidan sovuramiz. Juda ham mazali chiqadi. Salatimiz tayyor. Ana endi chirk bosgan joylarni tozalab olmasam, oyimdan aniq gap eshitaman. Like bosish esidan chiqmasin. Ishga kirishdim. Bugun vitishkani reshotkasini olib, ustidan azlit sepib yuvitamiz. 1 daqiqa. Yana endi ishqalab yuvamiz. Yaltirashini. Binoyiy tozalab olman deb gazga ham bitta azlit bilan hamma joy chinnidek qoyili. Oyim aniq xursand bo'ladilar. Bir baho beringchi. Aksiyadan foydalaning. 50 ming so'mga mahsulot xarid qiling. Tilla azlitni qo'lga kiriting. Bu hammasi emas. Konkursda ishtirok eting. Graz va Mikhail Grachov akkauntiga obuna bo'ling. Shartlari bilan tanishing va 50 million so'mlik sovg'alarga ega bo'ling.